Xayrli kun. VGRdan V877S2 modelini obzor qilib beraman. Tremeri bor 8000 оборотda ishlaydi, kliperi bor 9000 оборотda 3 soat zaryad olganda 2,5 soat 3 soat ishlab beradi. Naborida o'zining ma'lum qog'ozlari, dokumentlar chiqadi, o'qish bo'ladi bu. Undan tashqari kliperining 6 ta nasatkasi 1,5 dan 12 gacha, tremerining 4 ta nasatkasi chiqadi, moyi, brashi, taroq, o'zining zaryad uchun stavkalari. Ularga keladigan bo'lsak, mana shunaqa ko'rinishda. O'zida ham regularovka qilsa bo'ladi. Ishlashi ma'noda ekranlari bor. Ovozi. Bunda ham o'zining ekranlari bor. Оборотini ko'rsatib turadi. Type-C zaryadchiklari, kabellari chiqadi. Mana bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizda buni modellari ko'p. Zakaz qilsangiz yetkazib beramiz. Buni narxi 900 mingdan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, sekin-asta boshqa modellar haqida ham gapirib o'tamiz. Kuzatib borsangiz bo'ladi.